Mına biz jitga boy satamiz. Ekologik toza paxtalar bu yerda. Bardig'i paxta. O'zbekiston bor, Eron bor, Rossiya bor. Ana bu yerda ikki xili bo'ladi. Chiproktor bo'ladi, paxtaligi bo'ladi. Bunalar ponni paxtaligi bunalar. Ekologik toza. Bularda kilosi 300 so'mdan. Qovi 1200 so'm bo'ladi. Bunalar jahmi kelgan firma bular. Bularda qovidagi 1100 so'mdan qilib beramiz. Bulardagi ekologik toza paxtalar. Ana bunalar bor, oxirgi kelganlar, bunalar adres degan qopda bo'ladi. Bunalar. Ayvay yaxshi, bularda 10 yillik garantiya beramiz. Ichida 1-3 ta jiltirog'i bor, duxishi dog'i bor. Ekologik toza, bular toza sirlozadan bo'lgan. Bularda qovi 1300 so'mdan. Bulardan. O, katsisa bo'yicha desa, shular yaxshi, ayvay yaxshi. Arzonlari desa, bunda chiproktor bor, bunda materiallarimiz. Bularni qovini 800 so'mdan qilib beramiz. Bular material. Bular chiproktor bo'ladi, o. 10 metr, 15 metr kvadrat yerga qancha? 15 kvadratga bir mushuk olsangiz, kengroq yetadi. Qovida 18-20 deb yozib qo'yadi. Biz 15 kvadratga beramiz, yetmay qolsa kelib beramiz dag'i. Bir qovunda qancha kilogram? Bir qovida 4 kilolik bo'ladi, 5 kilolik bo'ladi. 5 kilolimiz 15 kvadrat yetadi. 4 kilolimiz 13-15 kvadratga yetib qoladi. Shular bardig'i bor. Ana bunalar bor, jangi kelgan, mana jiplilar bor. Patologka stenaga, bu aboydan arzon tushadi, jilu bo'ladi. Ustani keragi yo'q. O'ng'oylar 1-klass klass tartib qo'yadi. Ana endi qopda bo'lib, shu bir qovi 15 kvadratga yetadi. 15 kvadratga. 4 kilogram bo'ladi. Bu paxta. O'shani qanday qilib ko'rsatib qo'ysa taziga. Bilmaganlarda bordan. Ana ne shpakilovka siyahtu bo'ladi, shpakilovka o'xshagan bo'ladi. Xamir mijiganda. Shuni bir 20 1 soat jivitasida ne shpatili bo'ladi. Ana shpakilovka o'xshab nejerga tartaverasiz mana. Shpakilovka siyahtu bo'ladi. Bu ham ne qo'shiladi? Bu ichida kilegi dayyor. Ne jiltiroq qo'shiladi. Bir 20 jiviti bilan tartaverasiz. Ichida kilegi dayyor. Shpakilovka o'xshab tartaverasiz mana. O'ng'oylar. Bugun ustani keragi yo'q. Qumshoq, shpakilovka, endi gipsokardon, kraska, ak ketaveradi. Devorda emas yo'q. Mana hozir gipsokardonni tartib o'tamiz. Mana. Qaysi qachon qurg'aydi? Bu hozir kun issiq qoldi, bir 2-3 kunda qurg'ab qoladi, 2-3 kunda. Kun sovuq bo'lsa 5-6 kunda qurg'aydi. Qalinligi shu 2 mm qilib tartiladi. Bu yaxshi, ustani keragi yo'q. Qumshoqqa pramvoy uraveradi. Shpakilovka tartish keragi yo'q. Shular hozir yaxshi bo'ladi. Hozir shu ayvay Eldar shu jitga bo'ldi, yaxshi. Sonu. Bularning ikki turi bo'ladi dedingiz-a? Bu yerda paxtaligi bor, chiproktori bor. Hozir ekologik toza paxta yaxshi. Paxta men chiprokni qanday ayirmaysiz? Chiproktor bunday bo'ladi, mana. Chiproktor bunday cho'ng-cho'ng material bo'ladi. Paxtaligi bunday bo'ladi. Buni chiproktor bo'ladi. Bular hozir Eldar uncha olmay aytadi, hozir paxtaga bo'lib ketdi. Ekologik toza paxta. Ana paxtaga kilo yaxshi qarmaydi. Aboyga qaraganda yaxshi-a? Bu aboydan yaxshi. Ana 5-6 oyda bir joy pilisos qo'yasiz. Bu gilam siyahtuda. Pilisos topib qo'yasiz. Sen bu silemandagi safardanglar. Bular shunday qopda ekanda? Shular qopda bo'ladi bunda. Qovi 4 kilolik bo'ladi-da. Shu 12-15 kvadratga yetadi. 20 metr kvadrat qach? 20 kvadrat, o'zi qovida 18-20 deb yozib qo'yadi. Biz 15 kvadratga beramiz. 15 kvadratga. Ova. Qog'oz aboylaringizni ko'rsatmoqchi bo'lmashni. Qancha bo'ladi? Bu qog'oz aboylarimiz 1,5 ming so'mdan. Mo'yshi aboylar. Qaqtiqi. Moskovskiy aboylar. Moskovskiy. Rossiyaniki ekanda? Ova. Vodoemulsionka qancha? Vodoemulsionkalar 7 kilolik bor, 3 kilolik bor. 14 kilolar 650 so'mdan. 3 kilolarimiz 350 so'm. Kesa arzon qilib beramiz. Tag'inda aboylar bor. Buni olaveraychi, buni. Qo'lgo'shi aboylar bor, buni olaman. Bular bardig'i bor, 850 so'mdan qilib beramiz. Kesa dag'i kishini tushib suylashib 850. 850 ova. Buldagi 850. Ova. Tanlashi. 850. Bular qancha?
Bular ham 850 so'mdan. Bular ham jami kelgan aboylardan. Novinka boylari. Novinka. 850 haqda. 850 so'm. Ukrayna. Ukrayna. Bular o'sha 850 so'm, 900 so'm. Bular ham novinka, bular ham jami kelgan. Bular 900 so'mdan bular. 3D o'xshab chiqadi. 3D rosetkalar bor ekan. To'g'risi. Bejavoy, jashuv. Bularchi? Bular tag'i bor. Qancha bular? Bular 850 so'mdan. 850. 850 so'm bor. Kuxnyaga bormi? Kuxnyaga bunalarimiz bor ekan, kuxnyaga mana. Ana o'donkida suratlarimiz bor. Suratlari bilan bormi kuxnyaga? Jo'jo, ama Eldar qilib keladi, suratini tashlab qo'ying deymiz, esdan chiqib qoladi. Ustalarga aytib qo'yamiz. Bular detski komtalarga bular. Mana. Detski. Aboyda. Bular 1300 so'mdan. Shular kuxnyaga bunalar bor, kuxnyaga mana. Mana kuxnyaga. Bular 1400 so'mdan. 1400 borch. Bular 1,5 so'm. Полный moyshi, yo. Moyshi bular moyshi. 1,5 ming so'm. Moyshi. 1,5 ming so'm. Bularda 1,5 ming. O? 1,5. Bular Kraskalari. qanchadan? Aboyni kilolar. Kilolari bizga 350 so'm, 450 so'm har xil kilogrammiga qarab bular kraskalar. Unika degan kraska. Bular 650 so'mdan. Qancha litr? Bu 2 kilo 800 bo'ladi. Bular Arzonlari bular Eldar so'ragan oq kraska, bular 280 so'm. Bularda sizlarnikida? Ha bu do'kondan bizniki o. Ana jiplilarimiz var. Ana jiplilardan birisi. Hozir qanchadan bular? Bu jitga bo'lar esa qova 800 so'mdan 1200 so'm, 1300 so'mgacha edi. Arzonda esa kilogrammi 250 so'm, 300 so'm, 350 so'mgacha edi. Katsasiga qarab ketaveradi. Arzoni esa 250 so'mdan boshlanadi. Bir qova qancha kvadrat ketadi? Bir qova 15 kvadratga yetadi. Qovda 18-20 deb жазып qo'ygan, biz 15 kvadratga beramiz. Kelganda adashmay tava olish uchun sirtdan tortib qo'ying. Shayto'dan tushganda uni taqov. Shayto'dan tushganda. Maka shayto'dan tushganda. O yo'l narsa chiqsa. Ne deyapti? Bunda santexnikani tushun oldinda da. Santexnikanın aldığındaki dükkan. Elektro tovar ödeden çıkıyor. Orientir elektro tovar degan dükkanın tuşundagi dükkanga gelir. Mana. Bular neler qanchadan liniylar? Dur, liniylar 350 so'mdan. Metri 350 so'm o. Bular qancha turadi? Bular 800 so'mdan. Bunalar var. Kovliklar 800. O. Bunalar 200 so'mdan arzonda. 200 so'm. Bular 30 so'm falgalar. Aboylar bunalar 1700 so'mdan bunalar. Mo'sha aboylar 1700 so'mdan. Endi kesa tushib beramiz bundan. Bular daha mo'sha aboylar. Kesa suylashib arzon qilib beramiz. Mo'sha aboylar. Bular daha bunalar var ödenkide sötler 1800 so'mdan bular. Bular ham jag'in noyin. Novinkalar, ha? Novinkalar. Bular 1600 so'mga aboylar. Bular? Bunalar 1600 so'mdan bu dağı. Bular mo'shimlar. Kesa dog'sa yaxshi qilib arzon qilib beramiz. Jag'in keyin rasetkalar. Bunalar Svetочный. Bunalar spaniyalar ketdi shu svetlardan, spaniyalarga. Qancha ekan? O, yaxshi. Bular 1800 so'm. Bular
Bular da o'sha 1800 so'mdan qilib beramiz. Keser işte arzaroq qilib söylesib Bular beramiz. da 1800. O 1800 so'm. 1500. 1500. 1500. Kim? 1500 ekan. Ha? Bular 900 so'm. Bular 900 so'm ekan. Aha. O'sha jitka bo'yi qog'ozlar bo'yi kerak bo'lsa, nomerimiz 557 47 60 60. WhatsApp'imiz bor.